Xudoga yaqinlashsak, hayotimiz o'zgaradi. Go'yoki eski kiyimni yechib, yangisini kiygandek bo'lamiz. Biz yangi ijodga aylandik va endi Yaratuvchimizning timsoli sifatida porlayapmiz. Havoriy Pavlus Iso Masihning marhamatisiz biz umidsiz ekanimizni yozadi. Sizni faqat Masih qutqara oladi. U uchun teringizning rangi hech qanday ahamiyatga ega emas. Bank hisobingiz yoki holatingiz ham muhim emas. Siz kerak bo'lgan hamma narsani faqat Isoda topasiz. Xudoning tinchligi ongimiz va qalbimizni to'ldirganda, qaysi fikrlar va his-tuyg'ular Xudoga yoqishi va ma'qul kelishini, qaysilari esa unga zid ekanligini aniq tushunamiz. Ammo Xudoning kalomisiz bularning imkoni yo'q. Xudoning kalomi hayotimizni o'zgartiradi, yo'nalish va donolik beradi. Ishonchli dalda manbai hisoblanadi. Sizda muqaddas kitobni muntazam o'qish odati bormi?